Ice Bucket Challenge. Это, как доктор я вам говорю, для организма очень полезно. Обмен веществ ускоряется. 1, 2, 3. Принимайте и дальше продолжайте. Ayniqsa nabiralarimni yaxshi. Hurmatli do'stlar, bu sosiska emas, bu mikrofon. Biz hozirgina Ice Bucket Challenge, ya'ni muzli, yaxli faqir chelak. Shu ichida ustimizga suv tashladik. Prosta rolik uchun qildim, lekin kayfiyatim o'zi ko'tarilib, uyqusirab turdim, ha? Lekin bular aferist. Bu o'zlariga sepish kerak edi, menga sepdi. Qo'shayni ko'pga qilish kerak-da aka. Hozir endi shu bilan bizlarda roligimiz boshlanadi. Hozir qizlar bilan xudo xolasa yaxshi niyat toqqa chiqamiz. Tabiat qo'ynida maza qilib aylanib kelamiz. Qadrdonlar, mana hozir endi qizlar 3 ta qizni olib, Yulduzxonni olib toqqa chiqamiz. 2 soat, 3 soat bo'lsa ham borib kelishga har hafta bir joyga chiqamiz. Osiyo qizim, qo'lingni ber. Osiyo, mana Osiyo hozir aytaman-da, umrda o'tishini qarang. Kechagina Kamola qizim xuddi shunaqangi qizcha bo'lib yuraydi. O'rtadan birpasda 20 yil o'tibdi. Endi Kamolani qizi shunaqa katta bo'lib qoldi. Shuning aytaman, bu umr shunaqa tez o'tadiki, kechagina 30 yoshda, undan keyin 40. Qanday o'tib ketdi 20 yil, qanday 54 ga kirdim o'zim ham bilmayman. Shuning uchun har bir kunni bayramona qilib, har bir kunni yaxshi kayfiyatda, doim yaxshi niyatda, pozitiv o'ylab yurish kerak ekanda. Ha, Kamola qizim. Haqiqatan. Kamola qizim malades, shu nima deydi? Toza o'zimda ham aytadi, Kamola o'zingiz tuqqanmiz, конечно, o'zim tuqqanman. Dada ayamda vaqti bo'lmaganmish. Ayangda aytib, figuram buziladi, vaqtim yo'q, to'da. O'zi 2 ta qiz bo'lardi, da bo'p turibdi dedimlar. Keraksa o'zingizga Ha, Kamola endi men ishim ko'p edi, boshqa qilib 7 oylikda tug'ib qo'yganman. Menchagina edi. Xalq bildimi 7 oylikda tug'ilganimni? Chala bo'lganda shunaqa normal o'zim. Xudo xolasa ketdik toqqa. Voy. Bu qanchadan? Bunisi-chi? Bu 70. Buni bo'lish qancha? Buni bo'lish qanchadan? 65 dan qiladi. Ha, bo'pti, bering shuni. Ha, demak, mana bu yerda yangi Toshkent quriladi. Endi 1,5 million aholiga joylashadigan juda katta shahar quriladi. Chunki Toshkent shahrida juda ham probka bo'lib ketyapti. Qani qulupni beringlar. Mana qulupni ichamiz, qarang buni. Hozir may oyi ayni qulupdan yeydigan payt. Qani? Dada may emas-ku, nima deymiz? Aprelda oxiri-ku. Ya, hozir may-ku. May-ku. 3-may. Shirinmakan dada, Osiyon qarash, Osiyon so'laga oqib ketdi. Tansoyim. Mashina uzoq. Lablaringga. Voy. Bekaya. Qarasan tushdi ochdi uyimda. Ana kelib oldik, xudo xolasa, qadrdonlar. Ana mana shu yerga kelamiz, Diydor degan joy, so'qoqda somsasi ham zo'r, ovqati eng zo'r tabiati. Biz toqqa keldik. Yaqinroq gapiringlar, men menga ovozinglar yaxshi eshitadi. Chaman. Hozir masa qilib somsa yeymiz. Men o'zi kecha diyeta boshlavdim-da, kecha. Ha, bir kunga kechiktiramiz. YouTubegacha zagnijistonni qo'yib. Yo, Ra'no opa, to'xtang. Odam yeb yashasagina sog'lom yashaydi. Ozg'inlik ikkinchi temasingizlik. Yulduz. Men hech qachon mamnaqa govda bo'lmayman, hech qachon. Вечная Domboq qo'g'lik. Vau, ana. Zo'r. Vau, go'zallikni qarang. Suvni qarang oqishini. Uyku. Uyku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ta pochcha ham bor. Yemaysizmi? Do'stlar, shu qishloqda o'sganmiz. Xuddi mana shunaqangi tabiatlarda o'ynab yurardik. Har xil o'yinlar qilardik o'rtoqlarimiz bilan. Bitta bir mazza qilaman. Shu dunyoga kelganimdan xursand ketaman. Bu tabiatning go'zalligini qarang. Shunaqangi chiroyli. Hammasi yovvoyi tabiat, hammasi toshlar, betonlar, hammasi o'z-o'zidan o'sadi. Mana bu yerda suvlar mana oqib yotibdi, shunaqangi go'zal. Zo'r.
Shu baqirg'im keladi. Hayqiraman tog'lar ortidan deydi. To you da. You going Bistro. You going Bistro to me. You harakat сделаем, потом время уже нет. Hello, it's me. Уже keldimi? Ya bu nonim. सारे जन्नती मेरे साथ को. Va qadrdonlar, biz so'qoqqa keldik. Diydor degan o'zimiz ukamizda joyi вообще zo'r. O'zi tabiat shunaqangi go'zal. Bu yerda hamma narsa naturalniy природа. Qizlarim menga o'xshab tabiat shaydosi. Agar qo'polroq qilib aytsa, tabiatning jinnisi. Jinnisi. U kungina aytmoqchimanki, mana shu qizchada Kamolani vajnaqa qilib ko'tarib berardi mana. Mana bir qizda shuncha katta qildi. Lekin men Osiyodan chiroyli bo'lganman, a? Hamma joy go'zal. Judayam. Hozir mazza qilib somsa yeymiz, shashlik yeymiz. Ana. So'qoqqa ketsangiz, bir narsa aytmoqchiman, hamma joyda so'qoq somsa deydi. Bu so'qoq degani mana shu biz so'qoqda o'tiribmiz. Hamma joyda shu uchun so'qoq somsa deydi. Haqiqatan ta'mi zo'r mana. Ichlari tushib qolmasin, o'zlariga ham kiyinadi. Bismillahirrohmanirrohim. Qani. Sadomiga ham to'zating. Buni yeyishni bilmaganlarga o'rgatamiz. Potom bunday qilamiz. Ya o'zicha ketyapti. Mana. Vaqfa jo'yapti, ko'mash. Baganda. Asta bolalarim, asta. Bu ketyapti bunlar. Qaramoq. Meni qizlarim borda o'g'il bolaga o'xshaydi. Даже Osiyo ham. Qizlarim ham shunaqa. Даже Osiyo ham shunaqa yaxshi ko'radi. Dikkiy приrodani, masalan. Shuning uchun dunyoning tashvishlarini unutib, bir kun shunday chiqingda keting, bo'ldi. Hech narsani o'ylamasdan bir kun borib aylanib toza havoda shunaqa qilib ketsangiz, vahshiy maza qilasiz. Bu dunyoda borligingizga xursand. Ketdik, dalcha ketamiz endi. Ketdik. Ye, men o'shadan uzilib ketadi, uzilib ketdik. Bunday qanaqa chiqaraman? Ya, Nigor, basir. Nima deysiz? Ha, shu. Voy. Mazza. Hey, yoqda. Do'ppi. İpaklarit. Bunchasi. Ana qara aytish kerak. Oy. Daryo, toshqin, suvlar, to'lqin. O'ta olmayman. Yor. Kamola, qani? Suvga tushib ketdingmi? Toza. O'zingcha o'ynab bir narsa qilgan. Oyog'im. Qadrli do'stlar, shashliklarimiz ham tayyor bo'ldi. Shu hammada shunaqami? Uyda buncha ko'p narsa yemaymiz. Lekin toqqa kelsak bo'ladi, hamma tayyorlaydi. Ishtaha ochilib ketadi shunaqa. Aniq qorinlarim og'rib qoladi-da. Men diyetada edim. Men diyetadaman. Eng va'daboz qiz. Diyeta deydi, qachon bo'lsa og'riq qilmaydi. Yo, shashlik seni bitirmaydi, dada. Qani olinglar, qani uzatinglar, qani olsin. Ana. Hamma. Mengachi? Senga. Ola molot ham bo'laverami? Yeliga. Kuskovo yaxshi bo'ladi. Mana ne qara? Eng asosiysi Kamolda nonni chakkiga botirib ye. Men diyetadaman. zaten sen va'da berding. Patir bu yoqqa qo'y. Beka yeyilmayapti. Zaten eng asosiysi va'da berding. To'g'ri, men diyetada. Shakar yo'q, qandolarning ichida shakari bor. Nega shakar choy ichadi endi? Patir bilan zo'r ketadi-da, shakari botiring. Meni yutsaga oladi. Nonni qanaqa ishlaysan, nonni? Meni ishtaham yo'q. Menga qaranglar, meni ishtaham yo'q. Kamolani ko'ngliga qaranglar. Men ko'nglimga qarang, dada meni ishtaham yo'q. Endi Kamolani bir tekshirtirishimiz kerak. Ishtahasi yo'q. To'rttagina mana shundan 4 ta yedi. Shashlikdan 3 ta yedi. Bir choynak choy, bir mana bu limon ketdi. Ma'naydi. Ya, mana bu choponcha ketdi, salat ketdi, suzma ketdi.
ishtaham yo'q deyapti-da. Shuni bir tekshirtirishimiz kerak. Endokrinologga borishim kerak. O'zini oldirib qo'yapti. Juda ozib ketyapti, ha. Bir tiyirman. 1 2 3. Adadadada. Adadada. Bu. Toza havoda bolalar maza qilishadi. Kamala ham onachasi qo'rqmasdi, bu ham qo'rqmaydi. Ya Rus. Nima video? Yo'q. Kattasi. Ne xozaki? Anatoliy еще раз video снимай, потом фото мама bilan. Я русская девушка. Здравствуйте. У меня зовут Камала. Я вечно русский язык немножко было нехорошо. Ты отлично говоришь на русском. Потому что я красивая. Ты у меня язык, что ты сказал? Нет, да? У меня. Я хорошая девушка, я молодец, я красивая девушка. Худая девушка. Вот здесь ничего нет у нее. Вот смотрите. Вот смотрите. Нету. Это футболка. Katta bo'lsa, hali mana bunday bo'ying uzun bo'lib turadi. Davay, sinema. Juda maza qildi. Dada, dadam qari dada. Rahmat. Vashi maza qildi. Judayam. Maza qildi. Rahmat. Endi shu bilan 2 hafta qimillamay ishlaysizlar. Qulog'imizni qimirlatib. Klinikani ochib olamiz, xudo xohlasa. Sog' bo'linglar. So'qoqda yana ko'rishguncha.